davomida sklarmoy tonirovkada ikkita derazasi bor oilaga aytiladi. Mana ko'rsanglar shamol bo'ladi. Derazasini, oshxonasini ko'rsanglar bo'ladi. Bemalol kafel qilingan, tovuq konturli kotel, счетчик, gaz plita uchun mana turbalar tayyor turibdi. Kir mashinaligi ham rozetkalar qilingan. Bemalol yashashga tayyor holatda suv, svet, gazlari bor. Manzarasini ko'rsanglar bo'ladi bemalol. Ikkita balkonli bu uyimiz. Manzarasi juda ham zo'r. Masjidlar, hamma restoranlar ko'rinib turadi. Obunachilar, bu yoq uyimizning koridori bo'ladi. Razdelniy sanuzeli bo'ladi bu yoqda. Mana ko'rishingiz mumkin, hammasi alohida. Juda ham chiroyli, toza, ozoda uyimiz. Koridorlari shunaqa katta. Bu yoqda domofonlari, счетчиklari joylashtirilgan. Bemalol kelib subsidiyaga ham, ipotekaga ham va naqd to'lovga ham xarid qilsanglar bo'ladi. Pastda narxlarni yozib qoldiraman. Telefon qilib aloqaga chiqinglar. Kelishtirib beradigan joylarimiz bo'ladi albatta.